Xo'p, xudo xolasa bugungi ishimiz shu. Paxtakorda, bu desam 9 oxiri, короче. Toza Ashxabadskiy. Shularni xanalarni ubirib ketish kerak. Karishni karicha, musora tish kerak. İşni уже boshlaverdim buni. Birinchi etaj, ikkinchi etaj hamma yer uborka bo'lishi kerak. Qanday? Bog'ning ichida o'tlar bor ekan. O'tlarni o'rib chiqarish kerak ko'chaga. Уже boshlaverdim. Bir qismini o'rdim. 4dan biri ketdi o'shida. Yarig'iga yaqinlashdim. Shu qilib yana. Bog'ning ahvoli o'sib ketgan o'tlar. Dizvo'li bo'ldi, yotib qolgan. Endi o qishning kuni dik o'tamiz. İşte gaplar var. Bastım. Aynalarım. Aynacalarım. Hop. Listeden çıkıp aynalarım belendigini 1.70'e doğrulaş gerek. Pastdan bir 2 qator karishini olib, hozir bular kamroq 1.30 mi 1.40 mi shunday bo'lib turibdi. Karishlarni hammasini olib, 2 qator etmi, 3 qator olib 1.70'e doğrulab, balandligini akkalib, bir yandan olib, endi yo'llandan ulli balkon oynaga akka taqlashim kerak. Ikkinchi etaj shu. Pastdan shu o'xshash gaplar, pastdan shu karishlarni buzib olib, oynaning engaklarini tish kerak. Pasini o'chirish, ichini uborkasi darab shipirib tush degandi. Ya nasib. Görüyorsunuz, bugün inchalik joyni bo'ladi ekanmiz. Bu yerda основной ish nima? Aynani buzib tenda taqlash, qolgan ishlari 6 sekund xudo xolasa. Qolgan ishlar melicha uborka. Bog'ning ichida bor. Yani boshlang'ishim. Eng qiyini shu bog'ning ishi. Yiqilib yotgan o'tchi bog'ning ichida o'sib ketgan. Ketman uraman desen ketman o'tadan emas bu yerda. İçinde ise arasında daş ama demir ama ketmen bilen 2 metre kvadrat çaptım. Ketmen ucu invalid. Yüzleri kayıp kaldı. Destem sındırışma sel kaldı. Tak işte mecbur kolda oraklap oram şunu. Aralap yan takan her bela var. Ya nasip göremiz kanı çılaka boladı kendimiz. Xudo'niz qo'llab tursa hech narsa emas.